Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari, skuter va obunachilari. Bugun xudo xolasa skuterlardan tashqari mana shunaqangi mini traktorchalarni olib kelib qo'yganmiz. Yer og'dargani, lapakka, ketmonlarni olib tashlab, irg'itib olib turib, endi bemalol mana shu uskunalardan foydalansanglar bo'laveradi. Made in China. Xudo xolasa bugun 4-mart kuniga turibmiz. 2026 shu motoblokchalarimizni narxlari hamda qanaqa ot kuchlari hammasida haqida bir tanishib ketamiz. Hop, buni bizga Zikrillo do'stimiz tushuntirib beradi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamasdan. Xudo xolasa biz endi asosan skuter sotardik. Endi bunaqangi mijozlarimiz so'ragani uchun bunaqa motobloklarni ham olib kelib qo'ydik. Bizga buni narxlarini arzon qilib, yoki xarakteristikalari haqida hammasini o'zingiz bilganingizcha to'liq qilib tushuntirib aytib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Iloji bo'lsa narxini atrof bozordan o'zimizga o'xshab jicha arzonroq qilib aytib o'tib ketasiz. Lapatchi bilan ketmondan zerikkan akalarimizga motobloklarimizni olib kelib qo'ydik. Sezon kelib baribir 200 ming, 300 mingga yerlarni og'daryapsizlar kuzda, bahorda. Undan bitta shuni olib qo'yinglar, xudo xolasa mazza qilib xizmat qiladi. Bunimizni narxini bozor narxidan ancha tushirib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursalar, narxini aytib ketamiz. Endi buni o'qlarga keladigan bo'lsak, pichoqlari mana 4 talik, endi grupga bo'ladi, bunisi olinadi. Keyin 3 talik bo'ladi. Bag'i ham xuddi shunaqa. 3 talik qilsangiz ham bo'ladi, 4 talik qilsangiz ham bo'ladi. Balon razmerlari 4.0 ga 8 qilib ishlangan. Motor quvvatlari 8 ta ot kuchi. Yiliga e'tibor berib qo'yinglar. O'zi shuni ko'rganda bittada o'zi hamma tushunadi. Ortiqcha ma'lumot kerak emas, o'zi mana shu yerdan bilib olsa ham bo'laveradi. Motor quvvati yili ham yangi, 2026 02 yaqinda kirib ketdi. 1 litr, 1-2 litr benzin ichadi. Ha, bu benzin baki. Reduktorlari hamma yo'qlari joyida. Xudo xolasa mana oldingilarda mana knopkalari boshqacha kelgan, buniki on off bo'lib ketdi. Ko'rsatib qo'ying. Yoqqilardi xolos oldingilarki on off. Ba'zilarda ko'rdim bunaqa ruchkada ekan, qiyin bo'lyapti. Bunday qo'ysangiz mana endi uzilib ketib qolyapti. Bu yaxshi kulchatirda ekan. Chiroyli qilib ishlangan ekan. Ruchkalari hamma yo'qlari. Hamma yo'qi bor. Xudo xolasa ancha yillab xizmat qilib beradigan. Ancha tushirib qo'yganmiz. Xizmat qiladi, xudo xolasa. Olib qo'ysalar ham bo'laveradi. Uyga bir buyum bo'lib qoladigan narsa, xudo xolasa. Xudo xolasa zo'r. Hozir masalan 200 ming, 300 mingdan ham yer og'dartiryapti, choptiryapti, boshqa qilyapti. Endi motoblokni o'zini oladigan bo'lsa ham narxini aytyapsiz. Hozir YouTube'larda ko'ryapman, 3,5 million, 4 million sotishyapti. Hozir bundan ham tushirib beraman deyapsiz-da siz. Hozir agar bundan ham tushirib beradigan bo'lsangiz, bemalol bitta olib uyga qo'yib qo'ysa, ishlab turadi. Yo'qsa bola chaqaga aytsa, pul topadigan narsa. Masalan, kuniga 100 ming, 200 mingdan hozir sezon keldi. Soqqa qilib qo'yadigan, soqqalarni bosadigan payti. Xudo xolasa. Maza qilib ishlatishadi. Bunimizning narxini haqiqatda 3,5 million ko'rgan bo'lsangiz, bundan ancha tushirib beramiz. Faqat o'zimiz obunachilarimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Gap yo'q. Bunimizning narxini 3 million so'mdan tushib beramiz. Telefon qilishsa, sunnatiga yanacha tushib berish joyi bor. 3 million so'm hozir. 3 million so'm, 3 million so'm. 3 million so'mdan hozir. Xohlasa, yana jicha o'tib beraman deyapti. Pastda telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Hozir motobloklarga mana shu akamiz bilan yana shu akamizning akalari bor. Shular javob beradi. Xohlasa ular nomerlarini qo'yib beraman. Bemalol bog'lanib, boshlanib qotirib, yaxshilab kelishib suhbatlarini olib yana ozgina tushirsanglar bo'laveradi. Keyin endi aka tushungan akalarimizga mana korobkishni ham variantlari bor. Xudo xolasa o'zim korobkadan buzib yig'ib olaman degan. Skuterga o'xshab korobkasi bor, korobkada. Keyin korobka bemalol yetkazib beradi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mavjud, kelishilgan holda. Keyingisi ham Attach brendga tegishli xuddi shunaqa. Bu ham motoblogimiz, ikkalasi bir xil. Keyingisiga keladigan bo'lsak, keyingilari mana akalarimiz o'zlari tushunadi. Mana yerlarda bemalol agatlardan atrofini kichkinagina ekan, ko'tarib olib ketgani ham 25 kilo bemalol ortaveradi. Xudo xolasa, ularimiz 1 litr benzin ichadi, quvvatlari mo'shni, keyingilari bu motorlari plastmassa bo'lgan. E'tibor bersanglar, hozir qo'rg'oshin qilib ishlangan. Temirga o'xshab turibdi. Temirga o'xshab qo'rg'oshin qilib ishlangan. Qattiqroq plastmassa bo'lib, bu yerdan yoqib o'chiradi ekan. Yoqib o'chiradi. Hamma yo'qlari gulishtiradi, bemalol ovozlari chiqib. Bular endi benzin quydi. Bular qo'shib beriladi. Ichkarisida o'zi kelgan. Hamma yo'qlari bor. Gap yo'q. Bunimizning narxini necha pul internet do'konda var? 2 million, 1 million 800. Yo'q, men kichkinasini ko'rmadim, kattalarini ko'rdim. Men ko'rdim, 2 million sotishyapti buni. Bunimizning narxini biz 1 million 600 ming so'm. Ash telefon qilishsa, yana kelishilgan joyida hozir 1 million 600 mingdan ham yana arzonroq qilib beramiz. Tushib beramiz. Xudo xolasa eng arzoni bizda, eng sifatlisi, eng arzoni. Keyin bularni hammasini yurgizib chiqarib olinadi. Agar oladigan bo'lsa, yurgizib, avtol benzinini qo'yib bergan, hamma yo'q ishlab turgan holatda qilib beriladi, to'g'rimi? Xudo xolasa, eng murojaat qilsa bo'ldi. Bularda soni ko'pmi? Soni xudo xolasa bor.
cheklangan. Ancha bor. Endi bor, telefon qilishsa Qancha chiroyli bo'lsa qilib narxlarda, berilaveradi. ha, qilib berilaveradi. Agar foydalanaman degan akalarimizga ham arzon narxlarda chiqazib berilaveradi. Ha. Olib ishlataman ro'zg'orbobga hamma yo'g'i zo'r. Xudo xolasa o'zim olaman degan akalarimizga ham, bittaga ham, optimga ham chiroyli narxlarda chiqazib beramiz. O qanotlarni olib tashlab Ha, ishlatishyapti. qanotlar- Ko'pchilik nimaga unaqa qilyapti? Endi bilmadim, ko'pchiligiga qanot olsam qulayroq ekan. Endi Hozir mana qanoti bilan chiroyli turadi-da. Qanoti bilan Yangilik chiroyli hozir turibdi. ko'p joylarda ko'rdim, ya'ni yer o'ntargan boshqa qanotini olib tashlab. loy sachratishi mumkin, bez Ha, ha, loy ha, sachatmaslikda qanotini olib Shunga. qo'yishyapti. To'g'ri qanoti bilan ishlayapti. Har xil vaziyat. Balonda ham bemalol keyin prinsipga ham e'tibor beringlar. Bu joyiga bemalol mana prinsip ulab, kimdirlar arava ulab, xuddi nima dehqonchasiga eshak arava deganda bemalol prinsip ulab o'tirib, bemalol uni haydab ketsa bo'laveryapti. Bemalol haydab ketsa, aqa-baqa yengil qiladi. Aqa-baqa yuk toshigani ham. Oldin eshak aravaga ulab olib, hali Xuddi ochlarni yer o'ntarishgani endi keyin bunga o'rab olib yetishaverar ekan. Xuddi shunaqa. Zapas kuluvchilari, atletkalari hamma. Hozir kuluchi ham qo'shib beriladi. Kuluchi ham ichida qo'shib beriladi. Xudo xolasa, o'zim Hammasida bormi kuluch? Hammasida Bunda bor. ham, bunda ham Ha, bor. Bunda ham bor. Ha, bor kuluchlar. Ne gap yo'q. Skuterlarga ham mana shunaqa qilib berishsa ekan. Hozir o'tgan safar keldi bir Kentavrmi shunaqasi keldi. Hozir uni kuluchi chiqmadi lekin ichida. Bolalar ochib yig'ishgan ekan. Undan xudo xolasa ancha sifatli, motorlari ham baquvvat, garantiyalari kafolatlangan, chiroyli tarzda O'zbekiston bo'ylab xizmatda chiqazib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Bundan tashqari har xil turdagi skuterlar ham bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Optim narxlarda qilib beramiz. Donaga ham, ulgurji xarid qilganlarga ham har xillardan bor, xudo xolasa. Motorollar deysizmi, veloskuterlar deysizmi, yumshoq skuter, hammasidan bor. Xolasangiz korobka holatda, xolasangiz yig'ilgan holatda qilib berilaveradi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan skuter quva bo'ldi. Xudo xolasa bog'lansanglar, sizlarga chiroyli qilib, narxlarni kelishtirib, arzon qilib beriladi, xudo xolasa. Bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hop, videomiz keng tarqalishi uchun obuna bo'lib keting. Hop. Fikringizni kommentlarda qoldirib qo'yaverasiz bemalol. Manzilimiz Farg'ona Quvada joylashgan. Hop, YouTube kanalimizning silkasida, profilni silkasida, nima deydi? Telegram lokatsiyamizni qoldiramiz deydi. Lokatsiyalarimiz bor, bemalol kelaverasiz. Akalarimizga lokatsiya bo'yicha Telegramdan yozishsa, lokatsiya ham tashlab berilaveradi. O'zim kelib ko'rib olib ketaman degan akalarimizga ham bemalol ko'rib olib ketaveradi, xuddi o'sha narxlarda. Qo'ldan kelgancha tushunganimizcha, xudo xolasa bularni bir ko'rsatib o'tdik. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar, xudo xolasa. Inshaalloh. Qo'limizdan kelgancha bir qilib berdik. Oqshamiga rozi bo'lasizlar dedi. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Sog' bo'linglar.